Farg'ona vodiysidan Mashrabov Murodjonman. Dastlabki ta'limim Farg'ona san'at kollejida boshlangan. Undan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha tahsil oldim. Oilamizda otam o'zlari san'atkorlar. Milliy musiqa, an'anaviy ijrochilik yo'nalishi bizga juda ham tanish. Yoshligimizda eshitib katta bo'lganmiz. Shu bo'yicha mana davom etib ijod qilib kelyapmiz. Endi uyda xonadonimizda otam ko'p shug'ullanardilar, qo'shiq aytishardi. Unga qiziqib qo'shiq aytib turardim. Unchalik e'tibor bo'lmagan. Endi o'g'lim o'zi kasbini o'zi tanlaydi deb otam shunaqa deyishgan. Undan keyin choyxonamiz bo'lardi. Choyxonada yoshligimda o'sha yerda xizmat qilib yurib, adashmasam shu 8-9-sinflarda katta bo'lgan paytimda bir qo'shiq aytib turganimda ustozimiz borlar, Latif aka degan akamiz borlar. Bular kelib eshitib qolganlar. Otamga tavsiya berganlar. O'g'lingizda yaxshi ovoz bor ekan. Bir shu san'at kollejiga olib borib, shu san'at bo'yicha ketsa deganlarda keyin e'tibor qilganlar otam. Shunaqa bo'lib san'atga kirib ketishimga shu sabab bo'lgan deb o'ylayman. Oilamizga ko'plab shu san'atkorlar ham kelib turgan, shoirlar, Bahodir Iso shoir, ustoz shoir kelgandilar. Xo'p, Ulug'bek Mirzo degan shoirlar, ko'plab shoirlar. Endi men kichkina bo'lganman, juda yaxshi bilmayman u narsalarni. Kelib ketishardi. Ko'rib shu muhitda o'sganligimiz uchunmi, o'zimda ham lekin qattiq qiziqish bo'lgan bu narsaga. Chunki qo'shiq aytib yuraverardim. Yoshlikda endi ta'limga e'tibor bermaganlar otamiz shu yoshlikda bolaligini qilib olsin, shu yoshligini surib olsin-da, keyin o'zi katta bo'lgandan keyin o'ylab harakat qiladi deb o'zimizga qo'yib berganlar, tanlash huquqini. Iqtidorimizni ko'rib otamiz Farg'ona san'at kollejiga Karimjon Hikmatov qo'llariga tahsil olish uchun olib bordilar. Karimjon Hikmatov qo'llarida tahsil oldim. Ular eshitib ko'rib ovozimni, o'g'lingdan yaxshi san'atkor chiqadi, Xudo xohlasa deb aytdilar. Kammi ko'pmi yaxshi o'qishga harakat qilib, mana shu yergacha kelib ijod qilib yuribmiz. Maqom yo'nalishidan estrada yo'nalishiga o'tganman. Milliy estrada. Endi estrada bo'lib, haqiqiy estrada yo'nalishiga emas, milliylikka uyg'unlashgan holatda. Estrada yo'nalishida o'zimning qo'shiqlarim bor. 20 dan ortiq o'zimning mualliflik qo'shiqlarim bor. Ijod qilib kelyapmiz. An'anaviy ijroda ijod qilgan, o'qigan yoshlar estrada qo'shiqlarini ijro qilishi mumkin. Chunki unga uni iqtidori shakllanadi. An'anaviy ijrodan keyin estrada yo'nalishiga harakat qilib ko'rganman va harakat qilib kelyapmiz. San'atga bo'lgan qiziqishimda, san'atga bo'lgan kirishimda va ijod qilishimda hozirgi kunda oilamni roli juda katta deb o'ylayman. Qo'llab-quvvatlab keladilar shu paytgacha duo qilib ota-onam, eng asosiysi yaqinlarim, oilam qo'llab-quvvatlashadi, har doim yonimda qo'llab-quvvatlab turishadi. Otam juda bir narsaga erishsam, bir yutuqqa erishsam yoki yangi qo'shiq qilsam, otam juda xursand bo'lishmaydi, xursand bo'lsa ham bildirishmaydi uni. Chunki san'atkor bo'lganligi uchun otam ko'p narsa kutadi. Ko'p narsa kutadi. Onamga eshittiraman, birinchi bo'lib onamning oldiga boraman. Onam iliq qabul qilishadi va o'zlarini ichlaridagi gaplarni aytishadi onam. Birinchi ijro qilgan qo'shiqlarim hali ham esimda bor. Ustoz o'sha Karimjon Hikmatov oldilariga borganda birinchi o'rgatgan qo'shiqlari O'ttimu qo'shig'ini o'rgatganlar ustozim. Undan keyin Ko'cha bog'i qo'shiqlarini o'rgatganlar, Dugoh Husayniylar, o'sha Farg'ona Toshkent maqom yo'llariga xos bo'lgan, maqom yo'llarida bo'lgan qo'shiqlarni o'rgatganlar ustozim birinchi bo'lib. Bugun ham tayyorlab kelgan qo'shig'im vodiyimizda juda ham buyuk ustozimiz Ma'murjon Uzoqovning repertuarlaridan Yolg'iz dog'man degan qo'shiqni tayyorlab kelganman. Baholi qudrat ijro qilib beraman. Bu tanlovda tuman bosqichidan keldik. Tuman bosqichida ham kuchli raqobatlik bo'ldi. So'ng viloyat bosqichlari bo'ldi. Viloyat bosqichida ham raqobatchilar bo'ldi. Chunki iqtidorli yoshlar juda ham ko'p. Ular ham harakat qilishdi. Imkon qadar biz ham harakat qildik. Mana o'tib keldik. Tuman va viloyat bosqichlarida Navoiy g'azali bilan Qomating qo'shig'ini kuyladim. Ustozlar baho berishdi. Juda ko'pchilikning duosi bilan yetib keldim. Avvalo ota-onamning duosi, ustozlarimizning duosi. Bu tanlov o'z nomi bilan yoshlar ovozi.
Demak, shu yoshlarni, iqtidorlarni kashf qilish uchun juda katta imkoniyat deb o'ylayman. Avvalo san'atkorning o'ziga bog'liq. Hozir bu tanlovda qatnashib, kimdir g'olib bo'ladi, kimdir mag'lub bo'ladi. Lekin ertadan keyin kim ijod qilib ketadi? Avvalo niyatim bu yo'lda to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Tanlovda g'olib bo'lsak, ko'plab ijod qilib, qo'shiqlar yaratamiz, xudo xohlasa.